2 million 100 ming so'mga Tracker avtomobiliga propan ustunovka. Nimaga bunaqa deyapman? Hozir tanishtirib o'taman. Xo'p, avtomobilga ideal qilib kreditalik balon qo'yganmiz, ahent berib qo'yasiz. Agarda terma trubka bo'lmaydigan bo'lsa 200 ming so'm minus bo'ladi. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimizni ustunovka ish sifatiga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Eng ideal komplekt bilan, ya'ni Yevropa gaz qo'yganmiz. Agar mana Yevropa gazda poddelka variantida qo'yaman degan bo'lsangiz, yana 500 ming so'm arzon bo'ladi. Endilikda Nordic original reduktor qo'yganmiz. Buni ham xuddi o'xshashini poddelkasini qo'yaman degan bo'lsangiz, 300 ming so'm arzon bo'ladi. Farsunga keladigan bo'lsak, buni ham o'xshash poddelkasini qo'yaman deydigan bo'lsangiz, kamida 200 ming so'm. Endi hisob-kitob qilib chiqaraversa, yana qilingan hali ko'p ishlar bor. Ularni darsh aytganimiz yo'q. Biz Trackerga обязательно 6 sm ujukurlar tashlaymiz, klient xohishiga qarab. Agarda qaytarib o'tamiz, kimda-kim biz qilib ustunovka narxidan ancha arzon aytadigan bo'lsa, shuni biling, ish o'shanga yarasha bo'ladi. Ya'ni 2 million 100 ming, 2 million so'm deb sizga poddelka narsalarni qo'yib berishi mumkin ko'pchilik. Agar o'shana narsa kerak deydigan bo'lsangiz, mayli, пожалуйста, sizga xuddi o'shanaqa ustunovka qilib beramiz. Yo'q, kafolatli, sifatli, zo'r qilib ustunovka qilib bering deydigan bo'lsangiz, kamida bu ustunovkamiz sizga 3 million 900 minggacha aylanishi mumkin.